Alloh uyiga ketayotgan yigit uydan joy bergan ayolga jinsiy aloqani taklif qilyapti, tushunasizlarmi? Bugun biz sizlar bilan o'sha mashshenik Nedik haqida gaplashamiz. Do'stlar, nima uchun buni mashshenik, kazzob, yolg'onchi deb atayapman? Chunki sabablar juda ham ko'p. Yig'ib qo'yilgan tayyor materiallar ham bor. Bu materiallarni sizlarga ko'rsatishdan oldin, buni mashshenikligini isbotlashdan oldin aytib qo'ymoqchiman, videoni oxirigacha ko'ring. Videoni ko'rmasdan turib har xil gaplarni yozib, kommentariyada haqoratli so'zlarni ishlatmang. Chunki buni mashshenik ekanligiga yetarlicha dalillar, materiallar bor. Ancha vaqtdan beri bu materiallarni yig'ib, chunki video chiqarishga shoshganim yo'q. Materiallar yig'ilgandan keyin do'stlar, mana video qilish bilan ovoraman. Kim nima ish qiladi, menga umuman qiziq emas. Menga faqat yoqmaydigan narsa, men shunaqa insonmanki, xalqni kimdir aldayaptimi, men chidab tura olmayman. Butun xalqqa ahmoq qilyapti, tushunasizlarmi? Butun xalqqa ahmoq qilyapti. Va bizni islom dinimiz shu qadar go'zal dinki, kimdir Alloh uyiga ketaman, Alloh yo'lida yuraman, Allohdan qo'rqaman, ya'ni Alloh so'zini qayta ishlatsa, biz o'ylaymizki, juda ham yaxshi inson ekan, bu qalbidan Alloh tushmayapti deymiz. Vaholanki qalbida nima borligini Allohdan o'zi hech kim bilmaydi. Xo'p. Videoni imkon qadar qisqaroq qilishga harakat qilaman, zerikarli bo'lib qolmasligi kerak. Nedik bu mashshenik. Buning asosiy maqsadi, qalbidagi asosiy maqsadi katta auditoriya yig'ish. Ya'ni o'sha O'zbekistonda kimmi podpischisi ko'proq 8 million, 9 million bo'lishi mumkin. Bu o'sha 8-9 milliondan ko'proq podpischisi yig'ish maqsadida xayoliga hamma ish qilyapti. Do'stlar, hop. Birinchi video bu Nedikni cho'lga ketayotganida buni qanaqadir bezorilar orqasidan quvlashi, bunga bo'yniga pichoq tirashi, sumkalarni olib qo'yishi, vizasini o'g'irlatib qo'yishi, bu o'ylab to'qilgan cho'pchak. Vizasi olib qo'ydi, yo'qolib qoldi, vizani qilib berguncha vaqt ketyapti deyish, bu vaqtni cho'zish. Ya'ni qancha ko'p vaqt cho'zilsa, bunga shuncha ko'p obunachi yig'ilib kelyapti. O'shaning uchun bu maqsad aniq edi. Hozir sizlar bilan o'sha cho'ldagi voqea. 90-kuni do'stlar, men 3 oydan beri yuribman-da. Ha? Odammi? Ha? Odammi? To'nkam qolib ketdi. Nafas olishim qiyin ketdi. Do'stlar, men tugadim borib. Videoni ko'rgan bo'lsangiz do'stlar, bu umuman aqlga sig'maydigan ahmoqona ssenariy bo'lgan. Yo'lda video olib ketayotgan ekanmish. Keyin o'tda qanaqadir joyda odam ko'rib qolib, bu odam ekan deyapti-da. Bundoq orqasidan kimdir kelib turib yopishibdi. Ahmoq, o'zing ahmoq qilgan. Qancha odam ahmoq qilyapsan kamlik qilganda. Do'stlar, videoni ko'rdinglar. Bu umuman aqlga to'g'ri kelmaydigan hodisa, voqea, o'ylab topilgan bu cho'pchak. O'zining sheriklari, do'stlari bilan o'ylab topilgan narsa. Xo'p, endi qaranglar-da. Challenge o'zi qanaqa bo'ladi? Challenge bu doim jonli efir bilan bo'ladigan narsa. Challenge bu jonli efir bilan. Misol uchun keltiraman. Amerikada bir bloger 1 minutgacha sanagan va mana shu sanash jarayonini to tugatmaguncha 24 soat jonli efirdan uzmagan. Bu challenge. Yana bir amerikalik bloger 7 hafta, yo'q, adashdim, 7 hafta emas, 7 kun. 7 kun umuman uxlamaslik challenge-ni o'ylab topgan va mana shu challenge ham poni jonli efirda o'tkazilgan. Nima uchun? Ya'ni har bir narsa haqqoniy ekanligini isbotlash maqsadida. Nedik yo'lda yurar ekan. Nima uchun bu yo'lda jonli efir yoqmaydi? 24 soatlik jonli efir yoqish kerak. Bu 100% kerakli joyda syomkani qilyapti, o'chiryapti, mashinaga o'tiryapti, ketyapti.
Uni atrofida do'stlari, o'rtoqlari juda ham ko'p. Faqat ssenariy uchun faqatgina video olib yuribdi, bo'ldi. Telefonni o'chiryapti, Bobur Masrurov video chiqardi, xuddi shunaqa ish qilyapti, bo'ldi. Haqqoniy bo'lsa gap yo'q, qo'liga ikkita telefon olsam, 24 soat birinchi avval bu akkauntdan, keyin ikkinchi akkauntdan 24 soatlik jonli efirda odamlar ko'rsin, bilsin, qanaqa qilib yuribdi, nima qilib yuribdi. Hozir bilan odamlar 2 minutlik olgan videosini ko'ryapti-da, malades deb qarsak chalib o'tiribdi. Yana odamlar ahmoq qilib bunaqa menga hujum qildi degan videolarni chiqaryapti. Juda ham jinnilik. Xo'p, bu odamlar ahmoq qilganligi mayli. Ikkinchi masala, ya'ni bu Turkiyada yurgan paytida bunga bir ayol joy bergan o'zini uyidan, eri bor ayol yer ishda aytganki, shunaqa yigit bor ekan, uyga kirgizaylik, uni ovqat suvini beraylik, joy beraylik desa, yo'q demagan. O'zbekchilik, musulmonmiz, bir-birimizga yordam berish kerak. Olib kirgan. Bu iflos o'sha ayolga jinsiy aloqa taklif qilgan, tasavvurlasizlarmi? Alloh uyiga ketayotgan yigit uydan joy bergan ayolga jinsiy aloqani taklif qilyapti, tushunasizlarmi? Sen bilan bugun bir mazza qilaylik deyapti. U ayol hech narsadan qo'rqmagan, o'zini yuzini ko'rsatib gapiryapti, aloqaga chiqyapti. O'sha qaysidir blogerga tashlab bergan deydik, menga shunaqa ish qildi deb. U ayol agar yolg'onchi bo'lganida o'zini yuzini ko'rsatmasin, nimaga tuhmat qilgan uchun xabar ketishi mumkin. O'shaning uchun bunda tayyor isbot dalillar mavjud. O'sha videoni marhamat ko'ramiz do'stlar. Ya'ni jinsiy aloqani taklif qilgan videosi. Shunaqa erim yo'q uyda. Keyin men aytdim, shunaqa bitta bola qolib ketibdi deb, u bolani uyga olgan edim. Ertasi kuni ham nima qilmadik-da, soat kech payt olib keldim, uyga qo'yib qo'ydim, hamma yo'g'ini qo'yib o'zim chiqib ketdim ishga. Yaxshimisiz, nima kerak deb yozib turdim. Masalalarni o'sha payt. Ertasi kuni ham ertalabiga zavtriklarni chiroyli qilib berdim, go'shtlargacha pishirib chiroyli yesin, yo'l yuradigan odam dedim. Menga shunaqa bemal gaplar yozib o'tiribdi WhatsAppdan. Вообще shok bo'ldim, nima deyishni bilmay, quvib haydab olmaysiz. Juda g'alati bo'lib qoldim o'sha joyda, ishonasizmi? Bu bola yaxshilikni bilmaydi ekan, Bobur. Hech kim siz baribir gapingizga ishonmasdan kommentariyada siz shunaqa so'kib yozishyapti-yu. O'shalarni ko'rganimdan keyin vijdonim qiynalib ketdi-da, sizga yozdim, men Instagramdan ham yozdim. Yozing, javob bering, mashina skrinshotini jo'natib beraman yozganman deb. Nima qilmoqchi edim men sizga? Odamlar bilmaydi ekan-da, Bobur. Hamma buni yaxshi bola deb o'ylayapti. Qayda yaxshi bola? Bitta odam seni ko'chada qolmasin, boshqa bitta davlatda sen qiynalib qolmasin deb uyga olsa, sen o'sha odamga shunaqa gap yozasanmi? Shunaqa taklif bildirasanmi, deng? Birga bo'lamiz deb taklif berdimmi, bermadimmi sizga o'sha paytda? Nima degan edi o'sha paytda? To'g'risini ayting-chi. Yozganini o'qimadingizmi sizga? Men video otdim-ku. Siz ham oilali ekansiz, Turkiyada. Do'stlar. Assalomu alaykum. Bugun mehmonimiz bo'lgan uyimizda. Turkiya, Izmitda. Xudo xolasa ertaga yo'lga chiqib ketadi. O'tirib biz gaplashib. Turkiyada. Men misol uchun Siz nima qilib milisiyaga bera oladingiz? Nima o'sha davomini qo'yishni xohlamayman, juda ham jahlim chiqib ketdi. Skrinshotini ham qo'yib qo'yaman, o'shanda edik yozgan, skrinshotni ko'rasizlar. Nima deyman? Bu Allohga yo'li yurgan yigit emas, do'stlar. Senga nima deyishlar mumkin, menga hech nima. Men jahlim chiqayotgan narsa, buni maqsadi o'zi podpitchik yig'ishdan boshqa hech narsa emas. Agar men oddiy o'zim so'zdan dalil keltiraman, menga obuna bo'lsanglar sizlarga qaytaraman deyapti. Har bitta gapda menga obuna bo'ling. Maqsad podpitchik yig'ish. Alloh yo'lida ketayotgan yigit emas. Juda ham bir raso. Birovni ayoliga jinsiy aloqani taklif qilish qaysi aqli sog'lom inson ishi. Ya'ni Alloh uyiga ketayotgan ekanmish. Alloh uyiga ketayotgan yo'lida boshqa bir erkakni ayoliga jinsiy aloqani taklif qilyapti. Bir mazza qilaylik deydi. Xudoyim. Do'stlar, men bundan podpiskani qaytib olinglar, nimadir qilinglar demayman. Shunchaki o'zingizlar uchun bilib qo'yinglar. Men xalqqa imkon qadar ogohlantirishga harakat qildim. Hozir men bu yigit haqida hamma u farishtadek chiqarishyapti-yu. Juda ham rasvo ishlar qilishyapti. Juda ham rasvo. Maqsad maqsad Allohning uyiga borish emas, maqsad rasvogarchilik. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Kommentariyada aqlli insonlar tushunmagan bo'lsanglar albatta yozasizlar.